Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxari rahmehullah'ның Al-Adabul Mufrad namlıq kitabıdan bugün 46. bab. Bara radiyallahu anhu şundaq deydi. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmni gördüm və Həsən radiyallahu anhu onun yelkisida idi və o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm "Ey Allah, mən həqiqətən onu yaxşı görürəm, sən onu yaxşı görgün" deydi. İmam Buxari rahmehullah'ның bu yerdə şərh qılmaqçı bolğаны Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həsən və Hüseyn radiyallahu anhularını hər ikisini nəhayət yaxşı görətdi, amma Həsən radiyallahu anhunu nəhayət bəkrak yaxşı görətdi. Bu farzandlar o'ttursidiki adolatsizlik kirmaydi, chunki bu qalbning ishi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oldin ola bishorat bilib, bu o'g'limning, ya'ni Hasanning kelgusida cho'ng bir katta ish qiladi degan mazmunda hadis bor. Ya'ni musulmonlar toifasini birlashtiradiganlik haqidagi hadisi bor. Haqiqatan Hasan radhiyallohu anhu Muaviya radhiyallohu anhuga xilofatni o'tkazib berish orqali musulmonlar ommasini birlashtirgan. Shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bakroq yaxshi ko'rgan. Shunga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga cho'ng katta ishlarni qilman deb musulmonlar jamoatini bilib etishdan, musulmonlar jamoatini birlashtiradigan, bir yak akiladigan, ittifoqlashtiradigan bu ish bakroq suyumlik. Başqa hadislarda Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləmnin Həsən və Hüseyn radiyallahu anhularını hər ikisini oxşashla bək yaxşı ko'rganligi, ham hər ikisiga duo qilganligi rivoyat qilingan. Yana bu hadis o'limalarning kichik bolalar bilan, yosh bolalar bilan ko'p o'ynashmagan undaq qilsang, seningki inovatingga ta'sir etadi, yuz obro'ying tushib ketadi degan bu so'zlarga zid emas. Olimlarning kichik bolalar bilan ko'p o'ynashib chaqchaq qilishma, yuz obro'ying inovating tushib ketadi degani. Masalan, farzandlarni tarbiyalagan vaqtida ota-onalar kichik bolalar shunda haddidan ziyod bek eshib ketib, ota-onalarini urib tillab qilsa-mu, hatta farzandi ko'p ketganligi sababidan bu kichik emasmi, bu ish uqmaydi deb sal qarab, uning bilan kar bo'lmay, farzandlarni yaxshi tarbiyalamay, anandan keyin ziyod kichik bolalar bilan o'ynab, kichik bolalar qiliqlarni qilib yuradigan ishlarga qartildi ularning so'zlari. Bu hadisda Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam şu özünün kiçik farzandini yelkisi ko'tarib olgan, o'ynatgan. Şuna normal bo'lish kerak. Normal bo'lgan ahvolasida bu bir-biriga zid kelmaydi. Belki ziyoda farzandlarni bo'sh qo'yib etib, ziyod ular bilan o'ynash bilan bo'lib ketsa bo'lmaydi. Shundaqla farzandlarga ziyoda bag'rit qattiqlik qilib farzandlarni bir qatim ko'tirib qo'ymay, suyabmi qo'ymay, bunday qilish ham sunnatga xilof. 47-bab farzand ko'zni xursand qilguvchi. 87-hadis. Abdurrahman hadis so'zlab berdi. O dadisidan, ya'ni Jubayr ibn Nufayrdan hadis so'zildiki, o mundaq deydi. Ma'lum bir kuni biz Muqtat ibn Aswadning qishda o'ltirgan edik. Uning qishdan ma'lum bir kishi o'tdi-da Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmni ko'rgan, bu ikki ko'zga xush muborak bo'lsin dedi. Alloh bilan qasamki, haqiqatan bizmi shu sen ko'rganni bizmi ko'rgan bo'lsak deb arzu qildik. Sen qatnashgan so'rovlarga, janglarga bizmi qatnashgan bo'lsak deb shuni arzu qildik degandan keyin Miqdad ibn Aswad radhiyallohu anhu nayt g'azablandi. Men ajablanib qoldim deydi. Yani Jubayr ibn Nufayr men ajablanib qoldim. U faqat yaxshilikni degan tursa, shuning bilan Miqdad ibn Aswad ila kishi qarab mundoq dedi. Bu kishini Alloh taolo uningdan g'oyib qilgan, ya'ni Alloh taolo uning hozir qilmagan bir so'ringa qatnashishni umid qilishga nima undidi? Bilmaydi bu kishi, ya'ni u so'rinda hozir bo'lgan bo'lsa, uning hali shu so'rindagi shu holatdagi ahvoli qanday bo'lganligini u bilmaydi. Alloh bilan qasamki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qavmlar hozir bo'lgan. Alloh taolo u qavmlarni buriluvchi do'zaxga atgan, do'zaxga tashlagan. Ular Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning da'vat chaqiriqiga ovoz qo'shmagan va uni tasdiqlamagan. Sizlar Alloh azza va jallaga hamd aytmamsizlar, chunki Alloh sizlar Rabbinglarni tanıydigan
va payg'ambaringlar ep kelgan risolatga tasdiq qiladigan, ishonadigan mushta chiqadi sizlarni. Shunda bir holat dunyoga keldinglar, shunda bir holat yashayapsizlar. Sizlarning boshqalaringlar bilan, ya'ni sahobalar, sizlardan ilgirki shu sahob tabiinlar bilan bala musibatlardan kifoya qilindinglar. Ya'ni imtihonlarga, sinoqlarga uchramaylar. Tug'ilibla islom dinini ko'rdinglar va sahobalar sizlardan ilgirki sahobalar qon to'kish va nurg'ulg'an imtihon, sinoqlar badilga islom dinini yeyib, sizlarning musulmon bo'lishinglarga turtki bo'ldi. Alloh bilan qasamki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har qanday bir payg'ambar avatilgan holatdanmi bakroq qattiq bir holatda payg'ambar qilinib avatildi. Ya'ni payg'ambarlik uzilib qolgan va jahliyat vaqtida kishilar butlarga ibodat qilishdanmi afzal bir dinni tunimaydi. Shundaq bir vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Furqonni olib keldi. Ya'ni haqiqatni olib keldi. Qur'onni olib keldi. Buning bilan haq bilan botilning o'ttirisini ayirdi. Bu islom dini bilan farzand bilan ota-onaning o'ttirisini ayirdi. Hattoki agar bir kishi o'zining dadisini yoki farzandini yoki qarindishini kafir holatda ko'rsa, Alloh taolo uning qalb qulubini iymon bilan ochgan bo'lsa, u agar u qarindishi yoki farzandi dadisi halok bo'lsa yoki o'zi halok bo'lsa do'zax kirdiganligini biladi. Shuning bilan u o'zining nihoyatda suyumlik bir kishining do'zax ekanligini bilgan holatda uning ko'zi qursam bo'lmaydi. Va annaha lillati masama lillati. Va ana shu Alloh taolo aytgan bunu oyat. Ular mundaq deydi: "Ey Rabbimiz, bizga bizning erlarimizdan, ayollarimizdan va farzandlarimizdan ko'zimizni xursand qilganlarni bergin." Boshqalar Miqdad ibn Asvad radhiyallohu anhuga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan ko'z bu, bizmi ko'rgan bo'lsak deb arzu qilib ketganda g'azablanishning sababi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Abu Jahl, Abu Lahab qatorliq Umayya ibn Xalaf deganga o'xshash kofirlarni ko'rgan. Lekin ular kufrningki ang bishi, kufrningki firavillari bo'lgan. Shuning uchun Miqdad ibn Asvad radhiyallohu anhu g'azablangan, ya'ni o'zingning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yanida bo'lgan vaqtingda qanday bo'lganligini sen bilmaysan. Sen hozir musulmon bo'lsa, musulmon bo'lganligingga hamda aytqin, shukr qilgin deydi. Endi bu hadisda Imom Buxoriy rahimahulloh farzand ko'zni xursand qiluvchi deb nima demoqchi desa, farzandning dunyoga kelishining o'zilam ko'zni xursand qiluvchi bo'lmaydi, balki u farzand Alloh taoloni rozi qildigan mu'min musulmon bo'lgan vaqtida jannatga kirdigan mu'min musulmon bo'lgan vaqtida ondan ko'zni xursand qiladi. Do'zax kirgan vaqtida uning ko'zi xursand bo'lmaydi demoqchi ekan. Shuning uchun Alloh taologa farzandlarimiz va ayollarimiz va erlarimiz haqida mushu duoni Rabbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama mushu duoni qilishninki fazilatini bizga eskartib o'tmoqchi ekan. 49-bob onalar rahimdil keladi deydi. Ya'ni onalar taqdiriy jihatdan, ya'ni Alloh taolo onalarning vujudiga farzandlarga mehr shafqat qiladigan mehr muhabbatlik shunda bir tabiatni sog'an. Ve şer'i jihatdan mehribon keladi. Ya'ni ba'zi onalar borki, az bir qism noit shafqatsiz farzandlariga qat'iy shafqat qilmaydigan rahimsiz onalar bor. Bunda onalarni shar'an shariat farzandlariga mehribonlik qilishga buyuruydi va undaydi, tashabbus qiladi. 89-hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, ma'lum bir ayol Oysha radhiyallohu anhaning qishiga keldi. Ya'ni tilamchilik qilib buni so'rab keldi. Oysha radhiyallohu anha 3 tane xurmini berdi onunğa. Yani Oysha radhiyallohu anha mu özünün tapalığını berdi. Yani onunla fakat 3 tane xurm barki, 3 tane xurmini berdi. Bu ayol her bir balaga bir tane xurm berip, özü üçün bir xurmini ep qaldı.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem xurmalarını yep bulup, anısı bu qardı. işning nari Nimisi Şunla o ayal sizden bir tal xurmani Allah Taala o ayalga her bir rahim balaga qildi. yerimden O berdi. ayalning ikki Peygamberimiz farzandiga sallallahu rahim aleyhi ve qilganligi sellem sababdan keldi ve Allah Ayşe uningga rahim radhiyallahu qildi anha dedi. Yani Yani Ayşe radhiyallahu anha mu özüdü ba bo'lgan narsaning hammini berish orqali ajrga erishdi. Bu ayol mu o'zidagi bir tal xurmini ikkiga bo'lib, yana bir vatganlik uchun o'zi yemay, bir vatganlik uchun Alloh taolo uningga rahim qildi. Bu yerda Ayşe radhiyallahu anha mu ham ajrga tang sherik bo'ldi. Shuning uchun biz cho'ng buyuk ishlarni qilib jannat kirma deb arzu qilishning o'rniga o'zimizning qo'limizda nima bo'lsa, qanday sharoitimiz bo'lsa, shu sharoitimizni jannat kirishning bir vositasi qilsak, jannat kira oladiganmiz. Bu ayol yot odamlarga yaxshilik qilmadi, balki o'zining farzandlariga yaxshilik qilganligi uchun Alloh taolo uningga rahim qilyapti. Ayşe radhiyallahu anha buning tang sherik bo'ldi. Ayşe radhiyallahu anha faqat 3 ta xorim topa olgan. Ayşe radhiyallahu anhaning farzandi bo'lmaganligi uchun balkim bu ayolningki farzandlariga buncha vala mehribonlik qilishi balkim hayron qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yerim tal xorma chaqliq narsa bo'lsa-mu, yerim tal xorm bilan bo'lsa-mu do'zaxdan saqlaninglar deb boshqa hadislarda shunday rivoyat qilgan. Yani shunchalik kichikkina bir xormining bir parchasi, yerim tal xormimi bizningki ixlos bilan qilgan amalimizga qarata bizning jannat kirishimizga sabab bo'lgan amal. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.